Nimaga ertalabdan beri po'xt ishini qilyapmiz? Ha, bo'xt ishidan boshqa narsa yaramagandan keyin qilasanlar-da. Qilmaymiz, jonimga tegdi. Sassiq bo'lsa ham qilasanlar. Qishda isitib o'tirishni bilasanlar sandalda hammang. Aka, bu tez qilib tashlaylik. Akalar, singlimizlarni xafa qilishdi. Yana ulgurmadik. Nuqul bizlarni oldi o'rtashaveradi. Hadi et solishga. O ashet kayfda ana. Dadajon tort pishirdim. Ona qizim, rosa shirin tort pishiradi-da. Akalarni ko'rmadim. Yeb ko'ring, ko'rmadim. Rosa shirin ekan, o'zing yever, akalang qayda-ku? Yeng dedim. Ha, ona qizim erkaliging yoqmaydi-da. Loydan ham shirin chiqargan tort 3 kundan beri loy yeyapman. Oshmasin. Nima uchun men qilishim kerak? Sen ishing bo'lgandan keyin o'zing tozalasan-da. Bu solishga emas. Kim qildi unda?